Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana Qoraqalpog'iston Beruniy degan yerdan keldik. Kuxunniy mebelimizni akrildan bo'ldi. Sollari iranskiy. Olmakoydan, Mevakoydan vajlari bor. Ajoyib etib ishlandı. Kompyuterda bosib, akrillar ham yaxshisidan qo'yilgan. Endi chekasiz, bu yonboshlari yetilib, tushib, dökülüp qolmaydi. Quloqlari yaxshi o'z tortib ketadi. Yine bu Qashqadaryo'ni hammaga o'z tortib ketadi. Mo'kaning ham eng oxirgi yupskasidan qo'ydik. Imchikatib, erqilatib ishlataverasiz. Yine bu knopkani bossangiz, yine bu ishlaydi. Ish qilib 4-5 xil funksiyasi bor. Quloqlar ham yaxshi quloq. Yani nelerden qo'yib berdik. Su shilkasini ham ichine atib berdik. Mo'kasini doğrusu 1,5 milyonluk mo'kani pulay dindim bo'ladi. Bizlardan tumalak mo'ka bo'ladi. Michki mo'ka xalasanızlar ko'p beraveramiz. Pulay dindim bo'ladi. Esa videomiz yoqqan bo'lsa,